Hello, friend. Qolgan podarkalarim qayerga ketdi? Qolgan shaxsiy pulimga sotgan podarka. Nima Botirni yo'lda ko'rmadinglarmi ukami? Qo'shni mahallada rosa aylanib yuribsizlar, ko'rmadinglar? Malik, startadi yo'q chiqani. Ba'zan bo'lmay tomog'im og'riyapti meni. O'zi bugun hammani chaqadigan kunim ekan. Amir, assalomu alaykum. Hozir Amirga ham gapim bor meni. Janbek, assalomu alaykum. Hozir Amir menga yozsin, u ham tanimay qolsa kerak. Sizni ham rahmat. Hozir menga Amir yozsin. Chakaga o'chirishni birinchi yo'li mana shu bo'ladi. Yo'q, endi bermaydi. Bu mana shunaqa jinniroq toifasidan. Amir, yaxshimisiz, tuzimisiz? Aytdimi? Endi qiyin. Endi qiyin. Nima gaplar, tuzimsizlar, yaxshimisizlar? Mazanglar yaxshimi? Boshqa efirlar ham o'ta Morojniy aka, o'z tomog'im og'riyapti, muzdekkina. Tomog'im og'riyapti. Meni o'ta sog'inib ketib, Bigoga ham kirmay qo'ydinglarmi? O'ta sog'inib ketib, Bigoni ham tark etib yubordinglarmi? Nimaga efir ochmayapti? 24 soat o'tirmayapsizlarmi Bigoda? Nima unaqa qilyapsizlar? Assalomu alaykum, 40-urin. Film, bu o'zim uyimdaman, ha? Dattavo kirmay qo'yganingizda men qattaligimni ham arenjerini ola olmay qoldingiz, Muhammad Ali. Yo'q-da, ishtamizda. Yo'q-da, ishtamizda. Ana. Shuning uchun kamroq efir aylaninglar, kim kattaligini sezinglar, ko'zinglarni katta ochinglar. Ish bo'lmasa bo'lmayapti. Ish bo'lmasa bo'lmayapti. Voy tavba, voy tavba. Hecham yig'ishtirib olishni iloji yo'q. Muhammad Ali, siz ishga bormaganingiz aniq. Kamroq uxlanglar desam. Majora, assalomu alaykum. 62-urin hammaga. Mana bunaqa dvor edibpa. Asabiylashib, короче, hammaga assalomu alaykum dvor edibpa. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Men ali nochami? Menda mana bunaqa narsada bitta joyda ishlamayapman hozir. Bitta joyda ishlamayapman. Oldin bitta salomlashib olay hozir. Men sizlarga voy bilmadim dedim. Yo'q dedi, haligi pustoy dedi, mana bunaqa kulgilar nervingni qattiq buzadi dedi.
nerv buzilgandan keyin immunitet tushadi dedi. Endi bir-biringlarga ishonib o'tiraveringlar. Qani nima bo'lar ekan. Muhammad Ali kulishni boshlabdi har galgidek. Hech immunitet siz ham suyup birni yoqib olib, hozir gap eshitib qolasiz mendan. Qirq uchirming albatta kuladi. Ha, yashang. Gapimni oldin topib qo'ydingiz gapni. Mana shunaqa. Kesmang ma'nosini bilmay otib yuboravering. Yo'q. 40-urmang. 40-urmang. Bitta narsaga hushyor bo'ling. Hm. 40-urmang. Bitta narsaga hushyor bo'ling. Immunitetim tushib, mashhur bo'lib qolamanki, kesming kelmaydi. Hozir hamma bir-birini kutyapti. Ha, qaysi birida vijdon bor ekan. Ikkinchi sevib yoqqaniga ham qizig'i yo'q, bir sevib yoqqaniga ham qizig'i yo'q, efirlarda podarka otib yurganiga ham qizig'i yo'q. Lekin men efirimda hamma bir-birini kutadi. Ana ancha-muncha odam qochdi, qarab turinglar. Men bir podarka so'ramay. Mana shunaqa. Qani. Suyuparni ham tekshirib qo'ydim. Kimdir tashlasa, bilasizlar, balkonda hech kim tashlamasligini. Nima gap bilan balkon tuzamsizlar, yaxshimisizlar? Hozir mana shu joyga hazillashdim-da deb ko'rsam, rosa xursand bo'lsanglar kerak. Voy, Xudoga shukr, ketmaymiz ekan, shu yerda o'tiramiz ekan deb. Bitta hazillashdim deb boraymi? Ancha yaxshiman. Moskvalarga o'rganib qoldingizmi deng. Siz ham ancha bo'ldi kirmay qo'yganingizga. Tuzamsizlar, yaxshimisizlar hammanglar? Grippmisiz? Ha, gripp bilan allergiya bundoq aralash, quralash. Doktor aytdi, hamma shu yerdaligida yana bir bor aytib qo'yay. Doktor aytdi. Doktorga o'tgan kuni ko'rinuvdi. Meni gapim ta'sir ham qilmayapti-yu, endi aytib qo'yaver dedi-da. Doktor aytdi, immunitet tushishga. Ha. Yo'q. Turtiravringlar. Eshitib olinglar, keyin o'shga qochasizlar. Doktor aytdi, nima dedi, immuniteting tushib ketibdi dedi. Keyin immuniteting tushib ketibdi. Nima dediki, allergiya bilan gripp birga bo'lib qolibdi dedi. Endi bitta yo'li bor dedi. Kesmay kerak dedim-da. Kesmaymi-da, kesa dedi. Xursandligingda immunitetlaring ko'tarilib, boshingni og'riqlari qolib, allergiya qoladi dedi. Kulib ko'zinglar marrasizlar. Mana shunaqa dedi. Goodbye.